O'zbekiston texnologik metallar kombinatida Fransiyaning BPI France kompaniyasi va O'zbekistondagi Fransiya elchixonasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda O'zTMK 2025-2026 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda fransuz moliya korxonalarini hamkorlikka taklif qildi. Muzokaralar davom etmoqda. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Xalqaro Minex Qozog'iston 2025 kon geologiya forumi bo'lib o'tdi. Unda O'zTMK vakillari ham ishtirok etib, Yevropaning yetakchi tog' yo'nalishdagi konsalting kompaniyalari bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha muzokaralar olib bordi. Muzokaralarda texnik ekspertiza, ekologik baholash, resurslarni audit qilish va loyiha boshqaruv sohalarida hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan fikr almashildi. O'zTMKda Xitoy Xalq Respublikasining China Construction Bank Corporation vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida O'zTMK faoliyati hamda investitsiya loyihalari haqida taqdimot o'tkazildi. Bank vakillari kombinatda amalga oshirilayotgan loyihalar uchun qulay moliyaviy sharoitlarda kredit mablag'lari ajratish imkoniyati mavjudligini qayd etdi. Shuningdek, O'zTMK 2025-2026 yillarda rejalashtirilgan investitsiya loyihalarida Xitoy moliya institutlarini hamkorlikka jalb etish taklifini ilgari surdi. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida tashkil etilgan hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasida O'zTMK ham o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Unda kombinat vakillari B2B formatdagi uchrashuvlarda ham qatnashib, sanoat tarmoqlari bilan hamkorlik imkoniyatlarini muhokama qildi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati tasarrufidagi ingichka boyitish fabrikasini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihaning texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish maqsadida muhim tadbir amalga oshirildi. Mutaxassislar volfram saqlovchi texnogen chiqindilarni joyida ko'zdan kechirdilar. Ularning tarkibi, hajmi va joylashuv xususiyatlarini o'rgandilar. O'zbekiston texnologik metallar kombinati delegatsiyasi Belgiya poytaxti Bryussel shahrida Yevropa ilg'or uglerod va grafit materiallari assotsiatsiyasining navbatdagi an'anaviy yig'ilishida ishtirok etdi. Uchrashuv doirasida sohaga oid ko'plab yig'ilishlar o'tkazilib, unda kombinat ham o'z taqdimoti bilan ishtirok etdi. Mazkur ishtirok uyushma a'zolari tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilindi va bir ovozdan O'zTMK Yevropa ilg'or uglerod va grafit materiallar assotsiatsiyasining to'laqonli a'zosiga aylandi. Ushbu a'zolik nafaqat kombinat, balki O'zbekistonning yuqori texnologiyali metallurgiya sohasi uchun ham xalqaro miqyosdagi muhim qadamlardan biridir. Texnologik yutuqlar va yangi imkoniyatlar bilan bizni kuzatishda davom eting.